uchun Nur Ustozini birgalikda taklif etamiz. Yuqorida keltirib o'tilgan mana bu 5 ta muammoni yechimi aynan shu kitobning ichida yashirin. Fikrlarni tizimlashtirish ham. Tan olishimiz kerak. Biz rivojlanishimiz uchun xalqaro tajribadan foydalanishga majburmiz. Ilm olib turib, shu yerda ham imkonini topsa bo'ladi. Bu tanlov. Bunga faqat ilm bilan erishishimiz mumkin.